Dünya Uyghur Qurultayı, Amerika Uyghur Birləşmisi, Xalqara Uyghur Kişilik Hüquq və Demokratiya Fondu'nun həmkarlığı, şundaqla Amerika Demokratiyani İlgir Sürüş Fondu'nun qo'llashi bilan uyushtirilgan 10-ci növbətlik Dünya miqyasidagi yosh Uyghur aktivlarini tarbiyalash kursi 6 maydan 8 maygacha 3 gün Washingtonda davam qildi. Tarbiyalash kursining ochilish murosimi 6 may tushdan burun poytaxt Washingtonga joylashgan Amerika Davlat Majlisi binosida o'tkazildi. Ochilish murosimiga Uyg'ur Milliy harakatining rahbari, Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Rabiya Qadir xonim va Dünya Uyg'ur Qurultayining boshqa asosli rahbarlaridan Seyit Tömtürk, Asqarjon, Dolqun Aysa, Qahramon G'o'janbardi apandilar va dunyoning har qaysi joylaridan kelgan Uyg'ur faoliyatchilar 40 nafarga yaqin kursant Uyg'ur yoshlar qatnashdi va taklif bilan qatnashgan bir qism Amerika Avam Palata a'zolari, Amerika Davlat Majlisi a'zolari hamda xalqaro kishilik huquq tashkilot vakillari hamda axborot vositalarining muxbirlari bo'lib, 100 atrofidagi kishi ochilish murosimiga ishtirok qildi. Ochilish murosimi Sharq Turkiston davlat marshi sadosi ichida boshlandi. Yig'in riyosatchisi Qilish Qanot apandi oldi bilan Uyg'urlarning ma'naviy onasi Rabiya Qadir xonimni ochilish nutqi berishga taklif qildi. Barliq bugungi Amerika Davlat Majlisining ichida echilayotgan 10-qitim Dünya Uyg'ur Qurultayininki bu kursiga qatnashgan mehmonlar sizlarga oliy ehtirom salam. Mushundaq bir fursatni biz Dünya Uyg'ur Qurultayi yoshlarimizga hozirlab berildi. Endi sizlar nima qilisizlar? Kelgusida o'zinglardan keyingilarga bizga o'xshash ish kechib bersizlar. Balkim yana nurg'un darvozalar etilishi mumkin. Balkim yana nurg'un qiyinchiliklar yana Uyg'urlarning kishilik huquq va taqdiriy masalalariga ko'ngil bo'lib kelayotgan, chet ellarda tinchlik yo'lda davom qilayotgan Uyg'ur milliy harakatini moddiy va ma'naviy jihatlardan qo'llayotgan xalqaro organ hamda Amerika hukumatining muhim arboblaridan bo'lib, Amerika palata a'zosi, Amerika Davlat Majlisi Tom Lantos Kishilik huquq komiteti muavin raisi Jim McGovern apandi, Amerika Erkinlik uyining raisi Mark Lagon apandi, Amerika Diniy erkinlik komiteti muavin direktori Katrina Sweet Lantos xonim, Amerika Kishilik huquq va demokratiyani ilgari surish jamiyati muavin raisi Luisa Grieve xonim, Xalqaro kechirim tashkiloti Osiyo ishlari mudiri Tikumar apandi, Xalqaro kishilik huquq kuzatish tashkiloti Osiyo ishlari direktori Sofia Richardson xonim va Uyg'urlarning taqdirdosh do'stlaridan Xalqaro Tibet harakati tashkilotining muavin raisi Buchung Sering apandilar taklif bilan orqa-orqadan tabrik so'zi qilib, Dünya Uyg'ur Qurultayi hamda yosh kursantlarni tabrikladi. Shundaqla bu xil kurslarning ahamiyatiga yuqori baholar berdi. Shundaqla Rabiya Qadir xonim boshchiligida Uyg'urlarning elib berayotgan haqliq ko'rishini davomli qo'llaydiganligini ifodalashdi. Kursga qatnashgan yosh aktivlar Amerikada yashayotgan Uyg'ur yoshlardan boshqa Kanada, Turkiya, Avstraliya, Germaniya, Norvegiya, Qozog'iston qatorliq ellardan kelgan 17 yoshdan 25 yoshlar atrofidagi 40 nafarga yaqin qiz-o'g'illardan tashkil topdi. Kursning birinchi kuni ochilish murosimidan keyin yosh kursantlar Amerika Davlat Majlisining har qaysi komitetlarini ziyorat qildi va Amerika Davlat Majlisi a'zosi Jim McGovern apandining ishxonasida suratlarga tushdi. Amerika Davlat Majlisidagi komitetlarning qurilmasi va Amerika hukumatining tuzilmasi, xizmat tartiblari qatorliqlar bilan tanishib, amaliy praktikalar ilib bordi. Dünya Uyg'ur Qurultayining bu navbatlik yosh aktivlarni tarbiyalash kursini tashkillash, o'rinlashtirish xizmatlarida aktiv rol o'ynayotgan Dünya Uyg'ur Qurultayi yoshlar komitetining raisi G'ayur Qurban apandi ziyoratimizni qabul qildi. Şu Dünya Uyg'ur Qurultayi Uyg'ur rahbarlarini tarbiyalash programmasi bu yerdagi asosli qilgan ishimiz shu butun dunyodagi yerlik tashkilotlar, yoshlar jamoatlari o'rtasida Allohga bog'lash orqali shu yerdagi jamoatchilikning va da'voning faoliyatida aktiv rol o'ynayotgan ve muş kelgüsüde muş milletimizninki ulug' davosini şallık milletimizden bugünkü kadar ölçmeye kelgen muş meseleni Uyghur davosininki keyingi avlodlarga uluş üçün küçük kılgan insanlarını tanlash, ularga keraklik maharetlerini, bilimlerini berish ve ularga maddi ve manevi cihetten rağbet buluş ve şu arkalık özüm davalarımızdaki dava meselemizden ölçüp kalmayı keyingi vaqtlarda texmi taraqqi için asas yaratışdan ibaret. Texmi muntazamlaşkan, texmi kesipleşken aldı ve nokta ilip basak bunun da mü çoğun neticelerge eriştiğalıqqa közel metodu. O dünyanın azırıq əvalı bu.
şu mevcut sistemadan faydalanıp özümüzün davasını texmi yuqori seviyeге ekilip texmi ameliy natijaga qo'llanganligimizga ishinaman.